Juda ko'p vaqtdan beri ortiqcha vazndan aziyat chekib kelayotgan ayollar uchun men sizlarga mana shu naborni tavsiya beraman. Shaxsan o'zim iste'mol qilib 15 kilogramm ozganman. 40 kunlik rezultatim hech qanaqa diyeta qilmasdan. Albatta, sizlar ishoninglar. Bu yerda detoksimiz bor, ichni yurg'izib, yog'larni yumshatib beradi bu mahsulotimiz. Albatta, hamma uchun bu birinchi etap jarayon bosqichimizda detoks очищение bo'lishi kerak. Ikkinchi mahsulotimiz bu proslim. Proslim endi sizni kiloingizni ajali hisoblanadi. Ya'ni shunaqa bir xilda ozishga yordam beradi, yog'larni eritadi. Oshqozon aynan tabiiy kichrayis jarayoni proslim bilan boradi. Drenaj mahsuloti, ob'yomlaringiz chiroyli holatda, qorinlaringiz, buqalaringiz chiqib ketgan bo'lsa, shu mahsulotni iste'mol qilsangiz, mana shu naborda bir xilda qomatingiz tashqi tomonlama korreksiyasi ham chiroyli figura korreksiyasi kirib 96 figura bo'ladi. Vitamin albatta bizga kerak. Omega 3 bu vitamin iste'mol qilish jarayonida sizni ozish jarayoningiz yaxshi bo'ladi va taningiz oqsilga to'yinadi. Bilasiz, bu baliq yog' hisoblanadi va bu oqsilga boy bo'lgan mahsulot. Mana shu naborda siz o'rtacha 5 kilodan 8 kilogacha, ya'ni 15 kunlik naborimizda sog'lom oza olasiz. Bu haqda yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, meni sahifamga obuna bo'lib, kommentariyada detoks so'zini yozib qoldiring.